Alaykum Hazrat Umar obunachilari. Kashtanni zo'ridan baqaman. Shu kashtan sog'liqlardan kerak deganlarga bir komplet 7 dona bir qo'ra qo'zlarimiz keldi akalar. Bitta qo'chqor 6 dona sog'liq akalar qo'ydi qaranglar. Xudo xolasa shu zo'ri kerak qo'ydi deganlarga, o'zidan ko'payura deganlarga mana qo'ylarimiz keldi akalar. Xudo xolasa qo'ygan qo'ylarimiz sotilyapti akalar. Bir telefonda sotiladi. Shoshilamiz akalar. Xudo xolasa qo'ylarni kuzatib, ko'rib bir like, bir obuna bo'lib qolsizlar akalar. Qo'ylar doim sizlarga yetib boradi. Qachondir bitta, ikkita, 10 ta qo'y boqaman, shu qo'y biznesini boshlayman degan akalarga doim yetib boradi, like, obuna bo'lib qo'ysalar. Sizlardan yordamlarimiz shu. Oldindan rahmat. Akalar, mana yer ichishlar sinovdan o'tgan. Emlangan akalar qo'ylarimiz. Akalar, bular narxlarini ham aytib o'tamiz. Dastopkalarimiz Toshkent vodiy bo'ylab Samarqand, Buxorolarga kelishamiz akalar. Xo'p, narxlar akalar 3,5 million so'mdan bir joyga bo'lsa hammasini berib yuboramiz. Sentyabrda qochadi akalar. Bizni kuzatib tursalaring Hazrat Umar obunachilari. Biz qo'y boqish sirlarini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Qo'ylarni qanaqa qilib boqsa yaxshi katta bo'ladi, qachon qochadi, qachon xo'p o'zgaradi, qaysi paytda qo'y olib sotish kerak, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana shu akamiz mana chiqqandan bir qo'ydi ichida. Liboy mayli mana shu nomerini qo'yib qo'yamiz, telefon qilsalaring aytadi qo'ydi qanaqa bu zoti. Yaxshi zotlardan akalar. Qo'yimiz ko'p. O yoqda mana qo'ylarimiz navval turibdi. Bizni ko'rganlaringiz uchun oldindan rahmat. Obuna bo'lib qo'yasizlar.